Menga qilingan tuhmatlarni bitta isbotini chiqaraman. Bundan oldin ham bu narsalar uydirmalar bo'lgan. Ana bu tuhmatligini isbotini ham keyin aytib berib o'taman. Ana buni qilishimdan sabab bizani O'zbekistonda tuhmat bilan halol odamni bulg'ash, uni hayotini sindirish, yakson qilish, yanchib tashlash yaxshi yo'lga qo'yilgan. Uni ustidan katta daromad qilinadi. U daromadga ham davlat tomonidan kattagina jarimalar solinadi. Kerak bo'lsa hozir bizani qamoqxonalarda ko'pgina aybsiz aybdorlar yotibdi, jazolanib. Bundan tashqari men bu narsani o'z boshimdan o'tkazganim uchun aytishga majbur bo'lyapman. Bir emas bir necha martalab bu tuhmat uydirmalar sababli odamlarni xonadondagi bor mol-mulklari talon-taroj qilinyapti. Men shu uchun amaliy yordam so'rayapman. Uje ishonsangizlar O'zbekiston xalqiga millatim deb yonib kuyib, shijoat bilan xizmat qilishim meni uje so'lib bo'lgan shamday so'lib bo'ldi. Xohishim ham qolmadi va bu kelajakdagi bo'layotgan ofatlar, haqiqatlar isbotini aytib o'tsam-da, yaksonlikka, dunyoning oxiratiga yana vijdonim dosh bera olmay aytishga majbur bo'laman. Men aytib o'tganman oldin ham, men o'lgandan keyin meni ilmlarim qonuniylashmasa, dunyo tartibga tushmasa, insonlar o'zini tartibga solmasa, hayot davomiyligi to'xtaydi. Hayot davomiyligi tugaydi, insonlarni Alloh yer yuzidan o'zi poklab, tozalab, tartibga solib qo'yadi. Davlat yotoqxonasi uyim hujjatlashtirilgan bo'lsa-da, buni IJS rahbari Ishonqulov Jamshid qo'l qo'yib o'zi tan olgan bo'lsa ham, o'z xarajatlarimni, meni xarajatlarimni rahmatli hokim aytuvdi, uyingni xarajatlarini biz bera olmaymiz. Uyingni sotgin, xarajatlaringni birovdan olgin va olgan xarajatlaring evaziga boshqa joydan joy bersak, muhitingni toza muhitga o'zgartirsang, o'sha remontlaringni xarajatini qilasan deb menga o'zlari fitna uyushtirib, o'zlari odam jo'natib departamentdan qonuniylashtirgan bunaqa fitnachi, ig'vogar, nayrangboz tuhmatchilarni, yollanma tuhmatchilarni yosh joniga endi tirikchilik uchun og'zi yopishgan, qapishgan, yerga och qolgan qizlarimiz borib tuhmat nayrang uyushtiryapti. Bu paytda bu yoqda biza IJS korxonasiga borib ariza qilganman. Ariza qilganda o'z sarf xarajatlarimni pulini oldim deb ariza qilgan bo'lsam-da, bu ariza qaytadan yozdirilgan menga. Uyimni almashtirib berishingizni so'rayman deb, undan keyin Daryo Uzga chiqarilgan davlat yotoqxonasini pullab o'z manfaati uchun o'zlashtirmoqchi bo'lgan faloncha bismadoncha deb yana Daryo Uzga chiqarib tashlashgan. 19-yil o'ta xavfli retsidivist qilib mashinstatsiya qilishgan. Men uyim hozirgi yangi stadionni O'zbekistonda Buxoro shahridagi futbol majmuasini orqa tomonidagi xaroba bo'lgan 9-poliklinika yotoqxonasini tagidagi 1-etajda turaman. Eshigimning ro'parasida ikkita hojatxona bor. Undan tashqari podvalimiz hamma vaqt zax, chivin, isqirt, yag'ir bosgan, hidiga turib bo'lmaydi, koridorga kirib bo'lmaydi. Buni men hokimlarga ham, IJS xodimlariga ham, butun Buxoro shahri rahbariyatiga ham ko'rsatib berganman. Hech qanaqa naf yo'q, yordam yo'q. Aksincha, nabarot bular jazolashni yaxshi yo'lga qo'yib qo'ygan deb aytdim. Hozirgacha Prezidentimiz Mirziyoyev oxirgi 10 yilda nechta hokim almashtirgan bo'lsa, birontasidan naf va yordam bo'lgani yo'q. Nabarot jazo isnod bo'lib kelibdi menga. Bundan tashqari ilmimni qonuniylashtirib xalqqa yordam chiqishini so'raganimga ham yana jazo isnod, gazeta va hokazo bo'lib kelibdi. Uydirmalar bilan bundan уже to'yib ketdim. Shu uchun murojaat qilishga majburman. Bundan oldingi hokim Nosirov ham murojaat qilgan paytim aytuvdiki, aynan senga yordam bermayman deb. Men buni sababini tushunmadim. Balkim bu yuqoridan buyruq bo'layotgandir. Reklamamni xalqqa bildirib, xalqqa yordamga chiqishim kerak deganimga, kerak bo'lsa katta pulni topib, reklamani auksionga sotib olasan degan. Xuddi shunday. Davolashga ehtiyoj bor, muhtojlik, joyim hallab olishim kerak, hech bo'lmasa uyimni almashtirib beringlar. Uyimni kvadraturasini kengaytiringlar, xalqni tabobat qilib yordam qilay, yordam ko'rsatay deganimga ham o'z hisobingdan qilasan deb, keyin bunday tuhmat uydirmalar qilingan, hech qanaqa amaliy yordam bo'lmagan.
Botir Zaripov hozirgi viloyat hokimi bir necha yil bo'lgan bo'lsa ham bizga hokimlik qilayotganiga necha martalab murojaat qilgan bo'lsam ham mani yolg'on nayranglardan nariyoq kelgani yo'q. Sertifikatlarimni chiqarib ko'rsatgan bo'lsam ham, o'zimni o'zim ish bilan ta'minlashimni so'rashim bo'lsa ham, nogironlik nafaqam hech narsaga yetmayotgani, shu holatda ishlayman deganim bo'lsa ham, yana nayranglar bilan, yolg'onlar bilan ish olib boryapti. Hozirgacha yana bir bo'lgan Qurbon Tursunov u hokimga borib murojaat qilasan deb yana nayrang bo'lyapti. Unga borsam, sen nimaga kelding? Nimaga meni bezovta qilasan? Nimaga menga telefon qilasan degan gaplar tingan emas. Men savol bermoqchiman Mirziyoyevga, Shavkat Miromonovich nima uchun aynan siz tanlagan hokimlaringiz xalq dushmanlari bo'lib ishlayapti? Savol sizga. Sizni siyosatingiz nima uchun xalqqa yordamga emas, zararga ishlayapti? Qachongacha bu ko'zbo'yamachilik davom etadi? Yana sizga savolim bor. Nima uchun siyosiy qog'ozbozlik kanalizatsiyasi ishdan chiqqan va xalq bo'kib ketdi? Bundan siz qayerga qarayapsiz? Savol. Nima uchun biz jabr ko'rishimiz kerak? Nima uchun butun dunyo jabr ko'rishi kerak? Sizni aytayotgan siyosatingizdan savol. Mani buncha jabrga saqlab, buncha sitam berganingiz, 10 yil qabohatur razolatda yashattirganingizga kim javob beradi? Nima uchun mani qabohatur razolatda, kasalliklarda, qonuniy sadaqaxo'rlikda va gadoylikda saqladingiz?